30 mingga bento yig'ib bering, dastavkasi ham tekin bo'lsin. Asal tillaridan bol tomadigan klientimizdan zakazlarini tayyorlab beramiz. Atigi bitta bento tortga 30 ming beraman deyiladi. Voy 30 ming ko'pmasmi? Xohlasangiz upakovkasi bilan ikkita qoshiqini ham qo'shib beraman shu narxi ichiga dedim. Voy вообще zo'r bo'lardi deb yozib yuboribdilar. Assalim mana. Zakaz berishlari bilan shunda oplatalarini qabul qilmasimdan oldin turib ishlarni boshlab ketsam-da. Erinmasdan men ham sig'ib ketadigan kvota duxovkamni ichiga ozginagina biskvitni tiqib yubordim. Jalka emas-ku. Zakazlar tezroq bo'la qolsin deb kremlarini srazu qilib muzlatishga qo'yib qo'ysam, naqd 10 minutda muzlasada, uzoq muzladi. Keyin srazu pokritsiyasini boshlab yubordim. Tortiklarga rang o'rib ketmasin deb birinchi oqda, keyin qizilda pokritsiya qildim. Bantikli tortik dudalaku voy bantiklarni alohida kichkina qilib o'zim bittalab boylab chiqdim. Mana shu 30 minglik tortimizga yarim soat vaqtim ketsa-da yasatishga. Lekin, конечно, rezultatni ko'rib arziganini bildim. Maqtovlar bo'lsa kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Tortga nimadir bo'lib qolmasin deb sekin pinset bilan qo'yib chiqdim har bitta bantikini. Eng zo'ri premium kачестводagi upakovkalarni ko'rsanglar-chi sizlar. Qayerdan topasizlar bunaqa asal tortlarni? Shu hech qaysi klientni qo'ynini ortib qo'ymay deyman-da men. Men o'zi bu ishni minusga kirib ketib bankrot bo'lib ketish uchun boshlaganman-da, endi olib qarasanglar. Konditorlarga qaymo molokoni tekinga berishsa, gaz svetni vashi gapirmasa ham bo'ladi. Banan, malina, shokolad daraxtimizdan o'sib chiqadi-ku. Premium darajadagi korobочный upakovkalarni bo'lsa, shundoq do'konning eshigini tepib kirib, tekinga olib chiqib ketamiz-ku. Mana bu idisham qaysidir podaxadan kelib qolgan. Egasi arzimagan 35-40 mingga olgan bo'lsa kerak-da. Siz ham keyingi rilsimi, azuchkasini ideyasi bo'lishni xohlasangiz menga murojaat qiling. Videoga ideya qidirib o'tirmayman-da, qiynalib.